2025-yilda oxirgi kunida turibmiz. Mana oxirgi kunida toza sementallarda toza nasldor bo'zaylar chiqarishga va'da berdik. Mana dahshatlarini olib keldik. Semental so'raganga semental, limuzin, rossiyskiy, bir dona shved bo'g'ozimiz bor. Dahshatlaridan olib kelganmiz. Bu yil hammamizga yaxshi, chiroyli yil bo'ldi. Endi Xudo xohlasa 2026-yilda yana ham bundan ham zo'r dahshat yosh ko'chat xunajin hamda novvoschalarni olib kelishga harakat qilamiz. Faqat xalq xizmatida bo'lamiz. Bugungi videolarimiz bomba bo'ladi Xudo xohlasa. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal bo'zaylarni olib kelganmiz. 2025-yilda oxirgi kunida mana. Endi Xudo xohlasa ertadan 2026-yilda yana ham chiroylilarni chiqarishga harakat qilamiz. Bo'lmasam sizlar ko'p kuttirmasdan videolarimiz boshlayveramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasidan bo'ladi. O'zimizning xonadonimizdan chiqaramiz. Bu yerda o'tga kirgan sementallar bor. Xunajin bo'g'ozlar, bunaqa yetuk bo'g'ozlarimiz bor. Mana bo'g'ozlar dahshatlardan olib kelib qo'yganmiz. Soni oz, sifati kuchli. Dahshatlaridan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi narx 2025-yilda bo'lmagan narx bo'ladi Xudo xohlasa. Dahshatlaridan. Bo'lmasam videolarni boshlayveramiz. Semental so'raganlarga sementallar bor. Rossiyskiy bo'g'oz, hamma turidan olib kelib qo'yganmiz. Bir dona toza limuzinimiz bor. Orqalarini qaranglar, pachka bo'lib yotibdi. Bunaqasi hadeb ham kelavermaydi. Bitta chirtib yilda oxirida chiqaramiz deb qo'ygan yaxshi niyat bor edi. Mana yaxshi niyat amalga oshadi, zo'rlaridan chiqaramiz. Mana toza avstriyskiy semental xunajinimiz. O'tga kirgan to'liq. Xudo xohlasa toza semental. Tekshirtirib olsanglar ham bo'laveradi. Oyoq qo'llari stakan tuyoq, orqalari pachka bo'lib yotibdi. Dahshatidan. Yosh oyligi 5 oylik bo'ldi. Yeb-ichtilari, sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Vohalarga ham kelishilgan holatda chiqaraveramiz. Bularda sog'lomligiga garantiya beramiz. Bir dona yashil kasalligiga garantiya beramiz. U kasallik pashti o'tib ham ketdi, tugadi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 18 million 500 ming so'm. Ozgina o'tib beramiz, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Boshqa kanallarga, bozorlarga solishtirib olaverasizlar. Bularda yangi tug'ilgani xunajini ham kerak bo'lsa 14-15 million bo'lib ketdi. Novvosi 15 million pastda yo'q. Olib boravering. To'liq o'tga kirgan. Bunga sut topishim kerak. Qanaqa katta qilib olaman degan nima bo'lmaydi. Mashlarni baxsinglar. Mashlar ham sizlar ko'rgandek 60 million, 70 millionlik sigir bo'ladi. Lekin o'ziga yarasha mehnati bor. Mehnatini qilasizlar, rohatini ko'rasizlar Xudo xohlasa. Bunimiz mana shoxli variantidan, bu ham toza semental Xudo xohlasa. Oq tumshuq, oq kiprik, dahshatidan. Orqalari pachka bo'lib yotibdi buni ham. Bu ayib emas, ayibga kirmaydi, shu shoxli variantidan. 6 oylik bo'ldi. Yeb-ichtisiga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiyasini beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, bunisining narxi 16 million 500 ming so'm. Kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Olib boravering buni ham. Tez ko'rsatishga harakat qilamiz, chunki videomiz cho'zilib ketmashi kerak. Minuti oz bo'lsa, ma'noli, mazmunli video bo'lsin. Dahshatidan bo'lsin. Sementalni zo'ridan baqaman deganlar bor mana, hoji ota, hoji onalarimiz. Novvot rangidan, dahshatidan, toza avstriyskiy sementallar. Bugungi video bomba bo'ladi Xudo xohlasa. Faqat semental bo'l. Bugun semental bazm bo'ladi. Dahshatlardan olib kelganmiz. Yosh oyligi bunimizniki ham 6 oylik bo'ldi. Yeb-ichtis, sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya. Ostilarini ham ko'raverasizlar. Xudo xohlasa 6 oylik xunajin, mana so'skalari ham oq yelin, oq tutay. Dahshatidan. Narxiga keladigan bo'lsa, ko'p mayda juda qilmaymiz. Xayriga o'tib beramiz, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bularga 20 million, 22 million deb 2 million, 3 milliondan o'tib berishni kerak yo'q. Bizga maqsad sotish. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 17 million so'm. Ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Olib boravering buni ham. Bo'zaylarni ko'ryapsizlar mana. Mana bir dona
toza rossiyskiy krasniy pestro xunajinimiz. Yosh oilalari 1 yasharga borib bormagan. Mana ko'rishinglar mumkin. Orqalari pachka bo'lib yotibdi. Hamma yo'g'iga garantiya. Bunaqasi hadeb ham kelavermaydi. Rossiyskiyni qaranglar. Tozasilar. 11 oylik olaverasizlar. Turishini qaranglar, jonivordi. Oyog'idan maza qiladi. Sigir qilib olsanglar, mashlamada 70 million, 80 millionlik sigir bo'ladi. Dahshatlardan olib kelganmiz. Narxiga keladigan bo'lsa, buqaga tayyor. Shunday olib borasizlar, buqaga qo'ysanglar ham bo'laveradi. Narxi 22 million 500 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. 25 million, 26 million narxlari yo'q. Xudo xohlasa, bundan ham kamaytirib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab ham chiqaraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Olib boravering buni ham xursand. Oyoq qo'llari joyida. Jo'jon. Buni qaranglar. Pachka bo'lib yotibdi. Bunaqasi hadeb ham kelmaydi rossiyskiyda. Bo'g'ozlarimizga yetib keldik mana. Toza mana shoxli semintalimizdan. Bunimiz ham semintaldan tushgan 100%. Urug' qo'yilganmi, qanaqadir buqaga qo'yilganmi usini bilamiz. Lekin 6 oydan o'tgan 7-oyga borib qolgan xunajim bo'g'ozimiz. 100% garantiya bo'g'ozligiga, yeb-ichishga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya. Mana molni o'zingizlar sifatiga ko'rib, zotiga qarab narx beraverasizlar, narxni urasizlar. Qimmat aytib turgan bo'lsa, mayli qimmat deb yozinglar. Arzon aytib turgan bo'lsa, bittadan laykni bosib qo'yinglar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 27 million so'm. Tayyor bo'g'oz. 2 oy baqasizlar, yoniga o'ziga o'xshagan novoscha shupasi 15 million, 16 million. 1 oy baqib qo'ysanglar, 1 oy 2 oy baqib qo'ysanglar, xudo xohlasa yaxshi niyatda 20 million so'm pul bo'ladi. Arzimagan pulga qoladi. Dahshatidan olib boravering. 27 million so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Bo'g'ozimiz mana. 3-bolasi qonidek 8 kurak. To'rali soskasiga garantiya, oyoq qo'liga, sog'lomligiga, yeb-ichishga, hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Bu bo'g'oz o'zimizga bugun kelib, kecha kelib bugun sotilyapti turgan bo'g'oz emas. O'zimizda bu 20 kun, 1 oydan beri turibdi. O'zimiz ham bo'g'oz tashab qo'yamiz, yetiltirib sotamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, endi bizga 1 kun turami, 1 oy turami, 1 hafta turami, 5 oy turami qiziq emas. Bizga xaridor chiqsa sotamiz. Zo'r mol bo'lsa ham sotamiz. Mana o'zimiz tashab qo'ygan olgan bo'g'ozimizni chiqaryapmiz. Bu 6 oydan o'tib 7-oyga o'tgan bo'g'oz, yeb-ichdilar, sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya. To'ro soskasi mana ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'g'i joyida. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 27 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Bitta joyda turgani uchun qashlanmagan, netmagan. Shuning uchun jicha sho'xlik qilyapti. Yuvosh mol o'zi. Jonivor. Mana ko'rishinglar mumkin, yuvosh. Taydi ham rasa soladi mana. Yuvoshligiga behijolat. Prosta bitta joyda turgani uchun yelinlar uncha usha olmasdan jicha qitirlik qilyapti. Narxi 27 million, ozgina kamini qilib beramiz, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. 2 dona sistemli bo'zak ishqibozlariga mana sementalda tozasidan 2 dona sistemimiz bor. Hamma yo'g'iga garantiya. Shunday olib borasizlar, sigirlarga qo'shdinglar. Bo'ldi, shu ish xolos. Sigiri borlar qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Kepay silyos ham yeb qo'ygan bular. Bo'zaklarda oyoq qo'llari uzun mana, ko'rishinglar mumkin, dahshatidan. Bittasi 35 kun, 40 kunlik, bittasi 1 oylik. Orqalari dahshat bo'lib yotibdi. Oyoq qo'llari uzun, toza avstriyskiy sementallar. Narxiga keladigan bo'lsa, bugunga yangilik qilib beramiz, xudo xohlasa. Bomba narx qilib beramiz. Ko'ryapsiz, 15 million, 16 million deb qo'yishyapti sistemlarni ham. Narxi jupiga 26 million, ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, 1 dona toza limuzin xunajinimiz. Turishini qaranglar, jonivordi. Yosh oyligi 8 oy, 9 oy atrofida. Yeb-ichdilar, sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya. Bunaqasi ha deb ham kelavermaydi. Buni hozir orqalarini ko'rsatamiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Nima deyapti xunajin? Dahshatmi mana? Bellariga ham ahamiyat beraverasizlar. Bu shum dahshatidan. Udaridan
Narxini ham unaqa 25, 26, 20 unaqa narxlar yo'q. Chiroyli narxda qilib beramiz. Maqsad bizdan olib baraka topishsa, rahmat deb aloqaga chiqib qo'yishsa, shusi qiziq. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 20 million 500 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida mana. Ozgina yana xayriga ham o'tib beramiz. Bunaqa narx qaytda bormadi. Toza limuzin xunojan. Dahshatidan. Bugunga Xudo xohlasa, mana shu bezaklarimiz, bo'g'ozlarimiz qo'ldan kelgancha asartviy qilib terdik. Ozginagina qilgan mehnatimizga bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Hammamizga 2026-yil yaxshi yil bo'lib kelsin. Hammaga barakatli yil bo'lib kelsin. Kim nimaki yaxshi niyat tilagan bo'lsa, niyatlariga erishsin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.